Xitoyning Sharqi Turkistondagi zamonaviy qul qilish siyosatida Uyg'ur yoshlari Xitoyga surgun qilinmoqda. Xitoyning Zhejiang o'lkasi Suning noyisida davlat egiligidagi bir qurilish shirkatining mas'uli Yang Sholan Sharqi Turkistonning Ili oblasti Chapchal noyisidan 433 Uyg'ur yoshining yezigilik mahsulotlari shirkatiga azon emgakchi qilib avatilganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur masalasi tonishtirildi. Sharq Turkiston Majlisining boshlig'i Seytim Turk Shvetsiyaning Jenva shahrida o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq yig'inida Sharq Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklari haqida doklad berdi. Sharq Turkistonlik faoliyatchi vafot bo'ldi. Sharq Turkistondagi jazo lageridan qochib Qozog'istonda panolanayotgan faoliyatchi Nagashbey Asmirza vafot bo'ldi. Qozoq xabar agentligining xabariga asoslanganda Qozog'istondagi Xitoyparastlarning Otyurt tashkilotining taqilishi va tashkilot raisi Serjanning jazolanishini talab qilib ochgan da'voda sudga chaqirilgan Asmirza koridorda yurak kesili qo'zg'alib qolib qazo qildi. Marhumning ro'yiga Allohdan rahmat tilaymiz. Rossiya va O'zbekiston havo tavalliklarini ikki davlatning harbiy aeroplanlari uchun ochdi. O'zbekiston davlat raisi Mirzayev Rossiya va O'zbekiston havo sohalarining bu ikki davlatning harbiy aeroplanlari tarafidan ishlatishga doir loyihani tasdiqladi. Bu kelishim hukumat qaramog'idagi Xalq gazetida e'lon qilindi. Isroil ishg'olchilari soqchilarni boshlab kelib, ishg'ol ostidagi Sharqi Quddusning Ko'ni shahar rayonida yashaydigan Alabi oilasining uyini zo'rlik bilan tortib oldi. İşğalçılarga norozilik bildirgan falastinliklar bilan Isroil soqchilar orasida to'qinish yuz berdi. Ukraina tashqi ishlar ministri Pavel Klimin Ukraina ministrligiga tava Markaziy saylov komitetining tor betining har 40 sekundda bir qatimdan Ruslarning hujumiga uchrayotganligini aytdi. Rossiyaning 2016-yildagi Amerika sayloviga daxl qilganligi ilgari surilgan edi. Ukrainada 31 mart prezident saylovining tunji ovoz berishi o'tkazildi.